Farg'onaga kelib devorning ustiga chiqaman deb o'ylamadim, lekin mana xudo xolasa tushib ketmasam bo'ldi o'zi men. Bormi og'riq? Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, akamizga 1 yil bo'lgan stanogimizni berganimizga, 1 yildan buyon apparatimiz yaxshi ishlab kelyapti. Akamiz xalqimizga, o'sha Farg'ona xalqiga beminnat xizmat qilib kelyaptilar. Sifatli mahsulot bilan, albatta 550 marka sement qo'shilgan mahsulotimiz mayda toshdan ishlangan. Bemalol zaborlar terib, chiroyli podrashka qilib terilsa ham hech qanaqa nima deydi, xunuk ko'rinib qolmaydi, chiroyli chiqadi bloklar. Matritsalari ham yaqindan ko'rsating-chi, mana matritsalari ham anchagacha xizmat qilib beradi. 1 yil xizmat qilgan bo'lsa ham tepalari devor shlak berib qolmagan, mana blokdan ko'rsatamiz. 1 yil ishlagan qolib, mana shu ko'pchilik farqiga bormaydi. Razmerlari 2.8, o'zi 2.7 bo'lgan, 2.8, 2.7 atrofida turibdi hozir. O'lchab ham ko'rsatamiz buni. Bizada yasalgan qolip bilan Xitoyda yasalgan qolip anchagina farq qiladi shuncha. Rasxod ko'payib ketadi. 150 mingtada 200 mingtagacha o'zimizda yasalgan qolip sifatlari bir xil chiqadi, lekin rasxod ko'payib ketib, tepasiga shlak berib qoladi. Xitoyning qoliplari esa 500 ming, 600 mingtagacha bemalol mahsulot chiqarib beradi, devorlari kattarib ketmasdan. Boshlanish jarayoni tosh solinadi, mishalga bir 1.10 pastlikda qo'yilgan, udobniy bo'lishi uchun, qulay bo'lishi uchun lopatkada mana solinadi. Xo'p, akam mayin toshdan ishlatadilar. Mishalkani ham matritsani ham umri ko'proq bo'ladi. Ya'ni qancha mayda toshlar tursa, shuncha sifatli mahsulot chiqadi. Hamda 400 mingta, 500 mingta, 600 mingtagacha qolib ishlab beradi, ya'ni ko'proq xizmat qilib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana yuklash jarayonida bular hammasi zakazga qo'yilgan. Sifatlari zo'r. 1 kilo 700, 550 markada, mana kecha qo'yildi, kechqurun qo'yilganini o'sha bugun ortishyapti. Har bitta mana mashinaga 200 ta ketar ekan, kamida 15 mingta, 20 mingta zakaz bor-da, zapas. Xullas, kecha qo'yilgani ham ulgurmayapti, olib ketyapti o'sha qurigani yo'q. U tomonda ko'rsatamiz hozir, bugun qo'yilayotganlari bor. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir chiqqan mahsulot, mana ustiga chiqamiz bemalol. Bismillah. Ko'rib turibsizlar mana. Xohlasa bunisiga chiqamiz. Bemalol ko'taradi, mana toza, hozir qo'yilgan. 4-5 metr kamida bananlikda o'zi negativlar uchun maxsus teparoqqa chiqib oldik. Bugun shu blokni sindiramiz. Yanada balandroq ko'taramiz endi. 6 metr bo'ladi, xudo xolasa. Sinmadi-yu bu yana. Xo'p, uskunamizning narxiga keladigan bo'lsak, 12 ming dollar dastavka ustanovkasi bilan O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Afg'onistonga ham bemalol kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. 0.30 sent, 0.50 sent atrofida Qozog'iston regionga qarab, Qirg'iziston eng arzon Qirg'izistonga chiqadi. Xudo xolasa Bishkekka ikkita apparatimiz bor, bitta 25, bitta 28 modelimiz. Bu 428 modelimiz hisoblanadi. Xo'p, dastavka qilib beramiz. Aziya Texno Group bilan siz har doim bir qadam oldinda bo'lasiz. Aziya Texno Group sifatli shlakoblok ishlab chiqarish uskunalarini yetkazib berishda davom etadi. Past raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.